Allohning rahmati bir sizga bo'lsin. Umringiz islomning nuriga to'lsin. Shukr kim yetkazdi ulug' kunlarga. Ushbu hayit ayyomi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eidul Adha, Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Sizni va barcha oila a'zolaringizni Qurbon hayiti bayrami bilan muborakbod etaman. Sizga va oilangizga sog'lik, omonlik, ikki dunyoni saodatidan nasib etishini so'rayman. Avvalo, ona yurtimiz tinch, osmonimiz doimo shunday musaffo bo'lsin. Bayramni oila a'zolaringiz bilan shodlik, xursandchilikda xayrli o'tkazishingizni tilab qolaman. Mehribon Allohim, kelasi yil shu kunlarga ham bizlarni, ota-onalarimizni, farzandlarimizni, turmush o'rtoqlarimizni, do'stlarimizni va barcha yaqinlarimiz bilan sog' salomat yetkazgin. Amin.